Aleyküm qarindoshlar, Uyg'ur sog'lomlik kanaliga xush keldinglar. Bugun biz diabet kasalining ergashma kasalliklari to'g'risida qisqacha to'xtalib o'taylik. Glukoza, demak, qandagi glukoza yoki shakarning miqdori normaldan yuqori bo'lsa, bu shakar har qaysi organlarning ichida oksidlanishni keltirib chiqaradi. Ya'ni qon tomirlarimizda, miya hujayralarımizda va nervlarimizda oksidlanish yuz beradi. Oksidlanish deganimiz xuddi tomirni talog'iga qo'yib qo'ysak, yomg'irlarda uzoq vaqt tursa, oksigen bilan uchrashib oksidlangan. Buni biz Uyg'urchada datlashib qoldi deymiz. Xuddi olmani kesib qo'ysak, havoda uchrashgan qismi oksidlanib qoldi. Shunga o'xshash bizning badanimizdagi organ a'zolarimizning ichki qismlari shunda oksidlanib qoldi. Yuqori shakar jiq bo'lsa badanda bu oksidlangan zaxmlangan bo'ldi, xuddi yara bo'lganga o'xshash. Buni badanimiz asliga keltirish uchun oqsil, kalsiy va xolesterol bilan buni remont qiladi. Yana ikkinchi bir ziyni bo'lsa, qondagi qandning, ya'ni yuqori qandning har qaysi to'qimalardagi oqsillar bilan bu shakar birlashib olib, oqsillarni keraksiz ishlatgili bo'lmaydigan bir shaklga keltirib qo'ydi. Bu orqali har qaysi to'qimalarning normal xizmat funksiyasiga ta'sir yetkazdi. Unda bo'lsa biz shakarning ziynining asosi ta'sir qilgan 4 xil sistema, organ sistemamizni misol qilib o'taylik. Birinchisi yurak qon tomir sistemasi bo'lgan ziyni bo'lsa, arteriya tomirlarining, ya'ni qizil qon tomirlarining ichki devorlarini bayamladik, oksidlantirdi. Oksidlantirib yara holatida zaxmlantirgandan keyin buni badan remont qilaman deb buni bo'tqisimon qaytishma shakllantirdi. Navoda davomli mushtaq qand yuqori bo'laversa, mushtaq zaxmlanaversa, andikin buni badan davolayman deb buni bundaq bo'tqisimon shaklda qaytishma shakllantiraversa, u chog'da tomirlarimizning ichki devori to'silib qonni normal yetkazib beramaydi a'zolarga. U chog'da bu qon tomirlar to'silish ehtimoli bor. Navoda yurakni oziqlantiradigan tojisimon qon tomiri etilib qolsa, u chog'da yurak tiqilmasini keltirib chiqardi. Navoda mingimizdagi qon tomirlar etilib qolsa, u chog'da mingimizning hujayralarining o'lishiga sabab bo'ldi, ya'ni sakta kasali bo'ldi. Diabetning, ya'ni qandning davomli yuqori bo'lishi börekning zaiflantirishini keltirib chiqardi. Masalan, normalda ishib ketgan qandagi shakar ma'lum miqdorga yetganda börek orqali sirtqa chiqarib tashlanadi. Bu chog'da bu shakarning molekulasi börekning süzgichini buzib chiqadi-da, sirtqa chiqqan chog'da davomli mushtaq bo'laversa, davomli qand yuqori bo'lib, davomli börek orqali sirtqa chiqaversa, u chog'da börekning süzgichini butunlay buzib tashlaydi. Bunda bo'lganda börek o'zining normal funksiyasini joriy qildirolmaydi. Undaqda badandagi keraksiz mahsulotlarni süzib sirtqa chiqarib etish iqtidorini qolib qolsa, u chog'da börekning o'rniga dializ mashinasi orqali qon tozalashga to'g'ri keldi. Shuningga bu qondagi shakarning miqdorini nihoyatda yaxshi kontrol qilish bu börekni qo'g'dash bilan barobar bo'ladi. Mana bu börekning qildam qon tomirlari, kichik qon tomirlarda süzgichlar bo'ldi odatda. Andikin bu diabetes odamning kichik tariti. Buningda bundaq odatda kichik tarit qilgan diqqat qilsanglar bo'ladi. Navoda shunaqa jiq ko'pik bo'lsa, buningda biriga shakar bo'ladi, suydikda birida
biriga u şeker buzgandan keyin börekning süzüş iqtidori tövenlep ketgandan keyin bedendagi oqsillarmi chiqishga boshlaydi. Bu oqsillar küpük şekilde ko'rindi. O chog'da börek ojizlashib qarab mandi degan gap. Shunga navoda kichik taratda küpük hosil bo'lgan bo'lsa, bu chog'da börekim ojizlayotibdi deb diqqat qilish kerak. Doktorga berib ko'rinish kerak. Üçüncü ziyan uchraydigan a'zo yani ko'z bo'lib, bu ko'zning ko'rish to'r pardasini oziqlantiradigan qildam qon tomirlar, yani qandagi shakarning miqdori yuqori bo'lsa, albatta bu kichik qildam qon tomirlarmi oksidlanib zaxmlanadi. Bu o'sha qildam qon tomirlar zaxmlangandan keyin ko'rish to'r pardasini normal oziqlikqa erishtirolmaydi, ham oksigen bilan ta'minlanmaydi. Undaqda asta-asta bu ko'rish to'r pardasi iqtidorini yo'qotadi. Shuning bilan bu diabet sabablik qarg'u bo'lib qolishga sabab bo'ladi. Yana bu diabet kasallarining ko'z qarchig'ining besimining eshib ketishi va ko'z go'hirining oqarib ketishi sababli qarg'u bo'lishimi nihoyatda yuqori. To'rtinchi zaxmlangan a'zo nervi, miya va nervi sistemasi. Miyani shu oziqlik bilan ta'minlaydigan qon tomirlarning zaxmlanishi sababli miya hujayralari normal oziqlik va oksigenga erisha olmaydi. O oksigen oziqlik yetishmaganligi o'chog'da miyaning asli tutilish qobiliyati tuvanlaydi va miya yoshga nisbatan baldur yigilashga boshlaydi. Mana bu bizning nervi sistemamiz. O'zinglar ko'rgandek bedanimizning har qaysi joylariga tekis taralgan. Bularning oziqlanishi shu qildam qon tomirlar orqali bo'ladi. Qildam qon tomirlarning oksidlanib zaxmlanish sababidan bu nervlarimiz normal oziqlik va oksigenlarga erishilmasa, o chog'da alomatlar boshida put qo'limizdan boshlanadi. Barmoqlarimiz va putlarimiz uyushadigan, qiziydigan, ba'zida rahatsız bo'lib og'riydigan ahvollar ko'rildi. Bularning hammasi shu nervi sistemamizning zaxmlanayotganligining belgisi. Navoda davomlashaversa, uzoq vaqt qand kontrol qilmay yuqori holatda bo'laversa, bu ig'irlashaveradi. Bara-bara barmoqlarimizning, putlarimizning sezimlari yo'qaydi. Bu ig'irlashaversa, bag'ansiri yuqorilab mangdigan gap, masalan, putimizda bo'lsa, tizlarimizga yuqorilab mangdigan gap. Undaqda shu bedanimizdagi har bir a'zoning iqtidorini normal saqlash uchun, demak, diabet bo'lsa, shu diabetni qandagi qandning miqdorini normal saqlash nihoyatda muhim. Shuningga bu ergashma kasalliklari to'g'risida ozroq to'xtaldik. Bugun biraz savollaringlar bo'lsa, ostiga yozib qo'ysanglar bo'ldi. İnşallah kelar qatimda bu diabetning davolash to'g'risida to'xtalamiz. Kelar qatim ko'rishguncha Allohga omonat.